YouTube'da telefon orqali pul ishlashning eng oddiy va oson 3 ta yo'nalishni sizlarga hozir o'rgatib o'taman. Birinchi eng zo'r usuli bu telefon o'yinlari hisoblanadi. Telefon o'yinlarining ichida eng zo'ri bu Stickman Dismounting degan o'yin. Mana shu o'yinda siz telefoningizga uстановка qilib oling va qiziqarli tarzda o'ynab, qiziqarli tarzda montaj qilib YouTube kanalingizga qo'yadigan bo'lsangiz, ushbu videolaringiz million prosmotr oladi. Bu 100% tajribadan o'tgan. YouTube'da telefon orqali pul ishlashning ikkinchi eng zo'r yo'nalishi bu Alien Dance degan yo'nalish. Ya'ni siz YouTube'ga kirib Alien Dance deb qidirsangiz, u videolarning prosmotri 10 million, 20 millionlab prosmotr olgan videolar kelib chiqadi. Bunaqa videolar qilish juda ham oson. Videoni o'zini YouTube'ga kirib topib, ko'chirib, telefon orqali to'rttasini bitta qilib montaj qilib, bu videoni siz o'zingizning YouTube kanalingizga chiqaradigan bo'lsangiz, sizning prosmotrlaringiz million bo'lib ketishi mumkin. Keling, uchinchi eng zo'r telefonda qilsa bo'ladigan yo'nalishlardan biri bu Skibidi Battle degan yo'nalish. Bu yo'nalish ham xuddi Alien Dance'ga o'xshab million prosmotr oladi, lekin pul to'lashi juda ham zo'r. Masalan, 1000 ta prosmotrga bu yo'nalishda $3-4 pul to'laydi. Albatta, mana shu 3 ta yo'nalishda o'zingizning YouTube kanalingizda sinab ko'ring va natijasini kommentariyada yozib qoldiring. Sizga YouTube orqali pul ishlash mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosishni unutmang va videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun videoni saqlab qo'ying.